Assalomu alaykum azizlarim, hamkorlarim, bo'lajak liderlarim. Bu videoda men Dream Trips platformasi bilan sizlarni yaqinroq tanishtirib boshlayman. Mana shu platforma shunday общий ko'rinishda bo'ladi. Dream Trips klubimizda ANAS, chlenstvo opportunity degan joyga kirganlaringizda ma'lumotlar olasiz. Bu kompaniya haqida bor, a'zolik haqida, qanaqa imkoniyatlari bor haqida va pastga o'taversangiz shu kompaniya haqida zo'r roliklar, uni programmasi haqida, kompaniya haqida chiroyli mana paketlari haqida yozilgan bo'ladi. Juda ko'p informatsiya, ma'lumotga ega bo'lasiz. Platformani ishlashini ko'rsataman. Mana hozir Hot degan joydan kiramiz. Bizda uni pochtamiz bilan, parolimiz bilan back ofisimiz ochiladi. Bizni platforma olib keladi instrumentimizga, bizni ish joyimizga, bizni ofisimizga. Bu yana bir zo'r imkoniyat. Misol biznes qilaman degan odam uchun mana o'zini pismenniy stoli, o'zini hamma hujjatlari shu yerda. Klubni o'ziga tegishli bo'lgan hamlarni shu yerdan topasiz. Mana Lola Mahmudxonova meni back ofisimda ko'rsatib turgan значогim. Bu binarniy sistema bo'lgani uchun mana levaya noga, pravaya noga, вознаграждение за путешествие degan joyi bor. Qancha meni bonuslarim bor. Mana men starший ambassador brenda unvonim bor bu yerda. Shunaqa binarniy объемlar chiqib keladi va hokazo. Bu juda qulay. Mana bu yerda siz bu silka, referalniy silka orqali ishlaydigan sistema bo'lgani uchun silkalar bor prezentatsiyalariga va o'zingizning shaxsiy silkangiz bo'ladi. Shu silkalar orqali sizni komandangiz yig'iladi, sizga qo'shiladi. Va eng bizga keraklisi bu mana shu chap tomonda ko'rib turganingizdek Dream Trips ko'k rangda panel bor. Birinchisi panel управления, hozir ko'rib turganimizda. Ikkinchisi путешественный портал. Дальше aktivi bor, sizni zakazlaringiz bor, chiqib turadi, отчетlaringiz, keyin daraxtlaringizni, mana shu binarniy oyoqchalaringizni ko'rinishlari, to'lovlaringiz, qanday pul tushumlaringiz bor va hokazo. O'zimizda asosiy instrumentimizda путешественный portalni ochamiz. Mana ko'rdingiz, путешественный portalga bosdim va hamma shu klubga tegishli bo'lgan, klubda mavjud bo'lgan servis turlarini mana qarang. Dream Trips, hotel, hotels, resort, vacation rentals, cruise, fly, car, transfer, activities. Bu ingliz tilida перевод qilsa bo'ladi. Kstati, hozirgi momentga O'zbekistonda komandamiz qanday rivojlanishiga qarab, bizga o'zbek tilida mana shu platformani hujjatlari bor, yuridik me'yorlariga asoslangan barcha ma'lumotlarni bizni o'zbek tiliga o'girib berishga tayyor. Shu klubimizni rukovoditellari hamma gap hozir biz mana shu komanda yig'ilishimizda. Demak, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli ko'rinishda tayyor klub tayyorlar bergan har xil предложениялari bor. Bu otellar, juda populyarniy bo'lgan resortlar, kurortlar, keyin shaharlar, mana aylanib keladigan kurortli shaharlarni ko'rinishi. Har bittasiga kirganingizda siz mana shu haqida juda chuqur informatsiyaga ega bo'lasiz. Juda chiroyli, juda chuqur informatsiya. Masalan, mana Chernogoriyaga hozir kirdik. Добро пожаловать на Черную гору. Masalan, Montenegroga bormoqchi bo'lsangiz, mana punkt назначения yozasiz, qaysi sanalarda bormoqchisiz va poyezd berasiz. Sizga bu yerga o'sha Chernogoriyada bor har xil kurort, otel, resortlarni chiqarib beradi. Mana bu yerda tasvirlab berishadi. Chernogoriya, qayeri, qancha uni naseleniyasi bor, qanday chiroyli joylari bor, nimalari ko'zga tashlangan joylari, tomonlari borki, siz borsangiz ko'rib kelishingiz mumkin. Mana обязательно к просмотру, chiroyli rasmlar bilan, videolar bilan, mana для gurmanov ovqatlar turi. Xullas, hamma ma'lumotni bu davlat haqida olsangiz bo'ladi. Misol tariqasida, demak, har bir stranitsasida как reklamniy, lekin ma'lumot beradigan post topsa bo'ladi. Endi qaranglar, mana Dream Trips degani bu mahsulot turi
eng qizig'i, chunki bu mahsulot turini klub o'zini ishtirokchilari uchun chiqaradi va ularni yaqinlari uchun. Bu yerda juda ham yaxshi tashkil qilingan turlarni yig'imi bo'ladi. Bu keldi. Qanday turlar hozir bor? Misol mana Iordaniyaga tur bor ekan. Islandiyaga bor ekan tur. Chernogoriya Budvaga bor ekan. Santorini Gretsiya. Bu ham qandaydir bir grechiskiy ostrova. Bangkokga bor ekan. Fransiya Parij, Gretsiya orollari. Nyu-Yorkka mana hali yo'q, tayyorlanyapti. Mana shu qiziq joyi bor. Mana qaranglar, hali narxi chiqmagan. Bu tayyorlanyapti degani, bu yerga hozir bosib kirsangiz ichida apros bo'ladi. Misol, siz qayerlarga bormoqchisiz? Qanaqa biz tur tayyorlasak bo'ladi siz uchun? Nimalarga qiziqasiz va qanaqa narxda bo'lishni xohlaysiz? Примерно mana shunday savollar bor-da. Mana bundan tashqari, mana bu Playa Karibian orollariga bor ekan tur. Narxlarni ko'ryapsizmi? Dubayga, Kair bor ekan, Yegipet, Dubay bor ekan, Rim, Xorvatiya. Rimga birinchi stranichkada biz nimani ko'ryapmiz? Roma, Pickleball Dream. Rasmni ko'rsak, bu yerda как раз Dream Trips komandasi uchun, o'zini komandasi uchun, mana bizlar uchun bunday olganga asoschilari qo'shilib boradigan bu tur ekan. Rimda 16-martdan 23-martgacha. Mana shu Dream Trip turlari PDF formatida ingliz tilida bo'ladi. Lekin bularni bemalol переводчикка tashlab o'qib olsangiz bo'ladi. Eng qulay joyi, eng zo'r joyi menga yoqqani, bu turlar judayam zo'r, mukammal tashkillashtirilgan bo'ladi va bu yerda siz ipigacha, ignasigacha ma'lumotga ega bo'lasiz. Har qadamingizni bosishingiz shu yerda propisani yozilgan bo'ladi. Har ishlatayotgan pulingizni har bir tiyinigacha bu yerda propisani bo'ladi, nimaga qaysi summani ishlatasiz va hokazo. Siz aniq bilasiz, что bu siz to'layotgan pul birovning cho'ntagiga ketmaydi, ikkinchi, uchinchi qo'l bo'lmaydi. Siz o'zingizni pulingizni ishlatib borib kelasiz. Garantированно borib kelasiz. Mana описаниясiga The Ultimate Roman Escape. Demak, bu yerda nima? Pickleball degan sport turi bor. Ana shu pickleballga qiziqadiganlar uchun ekan bu ko'proq tur. Kulturniy tur, shu madaniyatini o'rganish. Kuzin tur bu gastroturda ovqatlarini тоже o'rganib kelish turi va mana bu yerda Donna Camilla Savelli degan gostinitsasini nomi Rim, Italiya 16-martdan 23-mart 26-yil yozilgan ekan. Ko'proq tur, kulturniy tur, shu madaniyatini o'rganish. Kuzin tur bu gastroturda ovqatlarini тоже o'rganib kelish turi va mana bu yerda Donna Camilla Savelli degan gostinitsasini nomi Rim, Italiya 16-martdan 23-mart 26-yil yozilgan ekan. Mana Дальше standart Pickleball Dream Trip haqida mana общий informatsiya beriladi. Nima ekan bu? Misol, aktiv bo'lishingiz bu yoqda kutiladi. Chunki bu yerda Italiyani eksperimentlarini o'tkazamiz deyapti. Ana shu pickleball sessiyalarida qatnashamiz. Undan keyin shaharda aylanamiz va hokazo va hokazo. Nimalarni siz yaxshi ko'rasiz va nimalar bu turda bor? What we love. What's included? Nimalar kiritilgan? Misol 7 kecha Rimda bo'lsa, buni ichida welcome reception and hotel with select appetizer. Misol tariqasida boshlanishidan sizni receptionda kutadi, otelingizda zakuskalar bilan har xil napitkalar, vino, shampanskiy va hokazo. Undan tashqari har kuni bufetda zavtrak. Undan tashqari 7 kun 3 soat round trip transportation, transportda ham bor ekan, sizni olib borib keladigan har kuni. Pizza va tiramisuni tatib ko'rar ekansiz. Zavtraklarida va ujinlarida.
o'shalarni o'zingiz qilib ko'rar ekansiz, cooking klassi bor ekan va hokazo. Xullas mana shu uni o'qib o'tirishga, maza qilib o'qib o'tirishga juda ko'p vaqt ketadi. Hamma narsa propisana, nimalar sizni kutmoqda, bu ajoyib turda. Keyin mana bu yerda closest commercial airport. Aeroportda sizni kutib olishga transferti bormi, yo'qmi? Bo'lsa u pullikmi yo bepulmi? Pullik bo'lsa necha pulga tushadi? Mana itinerarida rejimida sizga har kun propisana. Day 1, birinchi kunimiz. Siz kelasiz, welcome. Xush kelibsiz bo'ladi. Otelga check-in bo'ladi soat 3 da. 2 dan 6 gacha siz welcome table stolda bo'lasiz. Xush kelibsiz stolida va hokazo. Ikkinchi kun qayerlarga borasiz mana? O'sha pickball da qatnashasiz, pizza tiramisuda dinnerida va hokazo. 3-kun, 4-kun hammasi yozilgan soatma-soat. Qayerda borasiz, nima qilasiz? 6-7-kun, 8-kun soat 7 dan 10 gacha sizda zavtrak bo'ladi bufetda va soat 10 da siz oteldan check out qilib chiqib ketasiz. Aeroportingizga sizga transfer bo'ladi deb yozilgan. Mana shu tarzda nechinchi chislodan nechinchi chislogacha, misol to'lovingiz qanday qilinadi va to'lovingizda balkim bu siz depozit to'larsiz, oxirgi to'lovi keyin bo'ladimi yoki birdan to'lash kerak bo'ladimi yoki siz mabodo bora olmay qolsangiz sizga to'lov qaytariladimi, qaytarilsa qanchasi qaytariladi, qaysi srokda va hokazo o'qida yoziladi. Bu yerda otel detallari, to есть otel xonangiz qanday bo'ladi, xonangizga nima kiritilgan bo'ladi, qachon kirib chiqishingiz kerak bo'ladi va hokazo. Mana bu yerda addition information, bu yerga страховка politikasi kiritilgan. Bu yerda terms and condition. Bu yerda ham qandaydir bir o'sha travelingizga bog'liq bo'lgan informatsiya bor, o'tirib o'qish kerak va mana eng zo'r joyga keldik, narxlari. Endi qaranglar. Shuncha narsa kiritilgan. Mana ko'p sayohatga chiqqan odamlar biladi. Ekskursiyalarni o'zi qanday qimmat. Даже mana kruzlarga borib kelganimizda ham bitta shaharda aylanishni o'zi juda qimmatga tushishi mumkin. Masalan, kruzni liniyadan olsangiz. Lekin siz o'zingiz boshqa platformalarda bu platformani o'zida ko'rganingizda yaxshi narx tutib olishingiz mumkin-da. Shuning uchun mana bu shaklni, mana shu travel shaklni, bularni avtorskiy tur shakllarini men juda qimmat deb bilmayman. Chunki qarang, qancha narsa yozilgan-da. Inogda siz bronировать qilasiz, lekin zavtrak qo'shilsa falon pul bo'lib ketadi-da. Shuning uchun bu yerda hammasi hisoblangan holda mana narxi chiqyapti. Misol, bitta personaga narxi bitta odamga 5000 qanchadir dollar bo'lyapti. Ikkitaga bu уже почти yarmiga kamayadi, 3000 qanchadir. 3 ta odamga yo'q bu yerda, bir xil turlarda bo'ladi. Chunki xona 2 kishiga mo'ljallangan. Bolalarni olib borsa bo'ladimi yo'qmi? Mana bolalaringiz 3 yoshdan 11 yoshgacha bola olib borsa bo'ladi, ularga narxi. Mana bu yerda mana Dream Trips Points degan joy bor. Bu juda приятный joyi. Misol, men Nargiza bilan ikkita katta odam bo'lib mana shu narxga ketdik-da. Biz mana shu kompaniyani, shu klubni a'zosi bo'lganimiz uchun bizda boyagi tepada ko'rsatgan yig'ilgan pointim bor meni deb maqtandim-ku, o'sha pointimdan minus qilib 718 dollarini minus qiladi. Bu ana shu yana bitta daromad shakllanishi, o'sha kompaniyamiz a'zosi bo'lishini plyusini bitta tur. Va mana shu yerda mana oxirgi informatsiyalari bor. Va sizga bu tur yoqdi, siz bu xohladingiz bu turni, mana click here qilasiz, mana yerga bosasiz, chiqib keladi, to'lov shakli, sizni kartochkangizni kiriting deydi, do'g'rilarga qo'l qo'ying deydi, informatsiyani kiritasiz o'zingiz haqingizda va to'lov qilganingizdan keyin sizga elektron adres berasiz, elektron adresingizga voucherlari, biletlari keladi. Bu bizda avtorskiy turlar haqida edi. Qaranglar, endi to'g'ri, va dahshat qimmat ekan deyish mumkin, lekin siz o'zingiz cho'ntagingizga qarab mana Abu Dabida 6-iyuldan 10-iyulgacha hamma narsa kiritilgan, 519 dollar narxi. Siz hisoblang, qanchadir pointi yana minus bo'ladi. Buni klubning o'zi belgilaydi. Sizda point yig'ilgan pointlar bo'ladi, klub a'zosi bo'lganingiz uchun o'shani minus qilasiz va yana ancha narsasi minus bo'lib qolishi mumkin. Yegipetga mana qayerga 649 dollar.
Gretsiyaga, Afinaga qarang, $759 va kelib chiqadi arzon qimmat kurort joylar bo'lishi mumkin yoki kuni ko'proq kamroq bo'lishi mumkin, uslugalari har xil bo'lishi mumkin. Keyingi videolarda men Dream Trips platformasining boshqa funksiyalarini ham ko'rsataman.